Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bog'ot aka-uka avtosavdo kanali obunachilari, bugun sizlarga ko'rsatib o'tadigan navbatdagi avtomobilimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka idealniy sosteniyadagi Cobalt'imiz bo'ladi. Mashina yumshoq balonlar qo'yilgan, namadagan. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Metan gazlar tayyor. Salon holatlari ham kırçılıp, çizilib yotgan yo'q. Akkuratniy bo'lib, himchiskadan chiqib turibdi. Sidinyalar ham 725 originaldan magnitofonlar qo'yilgan. Kondisionerlari bor. Kırçılıp, çizilib, bunday sarafina defekt bo'lib yotgan joylar ham yo'q. Mashina idealniy holatda. Qarab, görüp haydalgan mashina bir qo'l. Mana krentilardan ham ko'rsa bo'ladi. Shularni dash deb kraskalar ko'chib ketmagan. Bagajniklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Kapurak açılıp gitti. Metan gazları var. Zapaska Dankrat balon kilitlenmez joyida. Onun da tuttu. Kraskalar 100% toza aytib o'tganimizdek. Mashina chiroyli holatda turibdi. Mashinamiz Texpasport 20, kuzovlari 21 do'stlar. Gelip bemalol solishtirib ko'rib asoslar bo'ladi. Mashina yilning oxirida kelgan, shuning uchun kuzov 21 bo'lgan. Texpasport lekin 20 atib berganlar. Motor taraflarini ham ko'rsatamiz. Laplarına giriş düğmeye, abizleri bu maşinin. Birler ham 22'leri. Maşin zor holatda do'stlar. Mexanikanın ishqi bozlari o'zi biladi, mashinamiz seslar ham chotki. Zor bo'lib. Qiziqarli yerimin do'stlar. Detalında hech qanday kraskasi yo'q mashinning. Bemalol usta tekshirtirib, probeklarni tekshirtirib, rentgen qilib, kuzovini hozir rentgen atib ko'rib olib o'tdilar-ku. Shuni atib ko'rib asoslar bo'ladi. Mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan, aytib o'tganimizdek 68 ming kilometr masofalar bosib o'tgan. Kraskalar 100% toza, metan gazlari bor. Narxi 135 million so'm. Desangizlar ustunda naqd pul bo'lsa kelishib beradigan yerlari bor. Mashinamizni oldindan 35 million bilan kreditga chiqarib beramiz. 2 million 950 ming so'mdan 5 yil muddatga chiqadi ekan. Naqd pul bo'lsa ustunda kelishtirib beriladi. O'zlaringiz kvartira mashinalaringiz bo'lsa trading asosida hisoblab olamiz. Elden 60-70 milyon so'm to'lasangizlar ham oylik to'lovi kam chiqadi. Mashina Bog'ot aka-uka avtosavdo salonimizda turadi. Gelip bemalol mashinani ustunda savdolashib xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa. Rahmat kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Bizlarga podpiska bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar. Rahmat.